Assalomu alaykum aziz va go'zal opajonlarimiz, bizani doimiy kuzatadigan onajonlar, xolajonlar. Qaranglar, ustimdagi mana bu ko'ylagimizga yangi kelgan bizga shunaqa neobichniy ko'ylaklarimiz, ayni skidkada novinkalarimiz keldi opajonlar. Oldilari shunaqa gafrirованный pirpiranglar bilan bezatilgan, uzungina opasatkada tikilgan cho'ntaklari рабочий. Endi ketdik, rasvetkalarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'ryapsizlar, ustimdagi rasvetkani qora rangi opalar. Qorasi ham juda ham chiroyli turadi. Ustingizda izumrudniy yashil rangi. Bular hammasi turetskiy belmondo materiali. Mana bunaqa tigirniy varianti. Tigirni sevuvchi opajonlarimiz uchun qo'llariga ahamiyat beringlar. Garoshkani sevadigan opa-singillarimiz uchun etagini qaranglar, buni neobichniygina. Shunaqa neobichniy rasvetkalarda keldi opalar. Cho'koni mana ustimdagina skromniy varianti ham kelgan. Narxi 199 ming, razmer 48-58 gacha keladigan shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. Shu